Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabındaki tövendeki babını okuyumuz. Bu babda iman emel demektir diyen kişi hakkında dedi. Allah subhanahu ve teala şundak dedi. Aşu sile erişken cennet silenin amellerinle sebebidindir diyen. Yani bu yerde imanını emel namı da atıgan. Bir türküm ehli ilimler Allah Teala'nın tövendeki ayeti hakkında mundaq tefsir kılganda Parvardigarına qasam ki ularning hammasidan ularning qilmishlari haqqida so'raymiz degan gapni, ya'ni tavhid kelimasi bo'lgan la ilaha illalloh haqqida so'raymiz degan. Undaqda amel imandır, iman ameldir. Yani birbirini mükemmelleştirdi. Bu yerda hamda murciye aqidasiga firqalarga raddiya bermoqchi. Murciyelar faqat iman tili desilam bo'ldi kifoya, amel iman doirasiga kirmaydi deb qaragan. Unda bo'lganda unda taqvo musulmon bilan gunohkor musulmonniki imoni o'xshash bo'lgan bo'ladi murciyelarning aqidasi bo'yicha. Yani Allah Taala mushu nijotlik uchun ular amal qilsin degan bu oyatni ulamalar yani mu'minlar iman etsin, yani imoni davom etsin deb ma'noda tushundirgan. Undaqda bu yerdagi umum xulosa kalam iman ameldir, amel imandır. Ahli sünnet vel cemaat aqidasi bo'yicha. Chunki bu amel hamda qalbning amelini o'z ichiga oladi. Qalbning ameli imonning o'zi shudir, ya'ni Allohni tasdiqlash, Allohning borligini e'tirof qilish, iqror qilish degan. Bu qalbning ameli bo'ladi bu yerda deyilayotgan iman. A'zolarningki amelleri bo'ldi, tilning, ko'zning, qo'lning, putning degandek. İmam Bukhari rahmetullahi alayh oyatni keltirib bo'lgandan keyin hamda tövendagi 26 numurli hadis orqali yana o'zinki bu aqidasini, ko'z qarashini kuchaytirmoqchi bo'layotdi. O bo'lsa iman ameldir, amel imandır degan ko'z qarashini. İmam Bukhari rahmetullahi alayh shundoq deydi, bizga Ahmad ibn Yunus hadis so'zlab bergan edi deb. Bu zot İmam Bukhari rahmetullahi alayhniki ustozi. Asli ismi Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus. Bir qisqartiblanma cho'ngdasininki ismi bilan keltirgan. O'zi kufilik adam. Ayni vaqtdagi shu hadis rivoyat qilgan ravilarniki biri bu odam hijriyaniki 227-yili o'lib ketgan. Bu kishdan İmam Abu Davud, İmam Muslim, Bukhari, Abu Zur'at Razi, Abu Hatim qatorliq shu ayni davrdagi mashhur hadis olimlarimi bu kishdan hadis rivoyat qilgan. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtda nihoyat puxta, nihoyat ishonchli odamdi degan bo'lsa, İmam Ahmad islomning shayxi deb sifatlagan bu odamni. İmam Buxoriyga Ahmad ibn Yunus bilan birga Musa ibn İsmail bu ikkilaylar hadis so'zlab beribdi. Bu ikkilaylar ustoz bo'ldi. Musa ibn İsmailning tarjimasi boshida o'tdi. Bu ikkilaylar shunday dedi deydi İmam Buxoriy rahmatulloh. Bizga İbrahim ibn Sa'd degan kishi hadis so'zlab bergan dedi. Bu kishining tarjimalari o'tib bo'ldi. İbrahim ibn Sa'd dedi, bizga İbn Shihab so'zlab bergan edi dedi. İbn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Bu kishi hamda Said ibn Musayyibdan hadis rivoyat qilgan ekan. Said ibn Musayyib kim o degan vaqtda bu odam o'zi Madinada yashagan, Madina ahlining olimi degan hurmat nomiga erishgan odam. Hijriya 94-yil o'lib ketgan, o'zi tabi'in. O'z davridagi tabi'inlarning sardori xo'jasi. Shundaqla shu Madinadagi 7 faqihning birisi, ayni vaqtdagi hadis rivoyat qilgan muhaddis ravilarniki biri bu odam. Chunki dadisimi, cho'ngdasimi o'zi sahoba bo'lgan ayni vaqtlarda. Said şu Medine'de o'sib cho'ng'igan, shu Madinadagi ulamolardan Zayd ibn Sabit, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, payg'ambarimizning ayollardan bu kishi o'qigan ayni vaqtida. Falan qishda bir hadis bor ekan desa, kechilab, kech kunduz minib, shu bir hadis uchun necha kun safar qilib shu izlab kelayotgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning davomli ustozi chiqqan. Hem Ebu Hureyre'ninki kuyog'li bo'ldi. Ebu Hureyre'ning qiziga o'ylangan bu odam. Hem şu sahabelar şu bağ turib ayni vaqtida şu oyatda Abdullah ibn Umarlimi Said ibn Musayyibdan fatvo so'rashga buyurayotgan boshqalarni hamda. Sahabelar oyat turib fatvoni mush kishidan so'raydi ekanda, tabiin bo'lsin. Demak bu kishiniki naqadar bunda ilminiki salmoqi va ekanligini ko'rib olib bo'ldi bundan. Bu kishi o'zidagi taqvoligi, siyosiy ko'z qarashininki aniqligidan
Hem de Umeyvilarga boysunluq unmagan, bular zalim deb qarab. Hatta Umeyvilarniki bu devlet maliyəsini berdigan maaşını bu adam qabul qilib unmagan. Hatta şu aynı vaqtdagi Umeyvilarniki sultani Malik ibn Mervan bu kişiniki qizini kuyuğa o'ziga bir kelin qilib olay deb o'zining o'g'liga talab qilsimi, shu rad qilib turib olgan. Demak, bu odam nayt zoid o'tganligi chiqib turdi bundan. Ulamolarniki bu kishiga qarata bergan bahsi nayt ko'p va qisqa qilib aytsak, bu kishi ham Abu Hurayraniki hadisini eng ko'p rivoyat qilgan odam. Abu Hurayra sahobalarning ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi deb boshda ta'kidlab o'tdik. Bu kishini ham ishonchlik imom, o'zi Quraysh Madinada yashagan deb bu mundaq baholarni bergan bu odamga. Bize şu başkalarınki bergan pullarni bermay, bitta yog' tijorati bilan shug'ullanib o'tgan. O'zi sal ama olib qolgan deydi. Bu kishi o'ziniki qaynisi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyapti ki Payg'ambar alayhisolatu vasallam ayni vaqtida savol so'ralgan deydi Abu Hurayra. Ya Rasululloh, qaysi amal eng yaxshi, eng afzal deb. Eng savobi shu yuqori amal qaysi demoqchida Payg'ambarimiz javob berib bundoq debdi. Allah ve Allah'ın Resulü'ne iman keltirmek deb cevap berganda başqadan qaysi degan savol chiqdi de shu vaqtda payg'ambarimiz Allah yo'lida jihad qilmoq debdi. Orada yana deyilibdi-da savol chiqdi-da, andin nima qaysi deb so'ralganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabul qilingan haj deb javob berdi. Qilingan haj degani nayt ixlos qilingan, riyo aralashmagan haj demoqchi-da, hamda shartlari, qoida usullari nayt mukammal ado qilingan haj demoqchi. Bu hadisdan boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qaysi amal afzal deb javob bergan vaqtida buningdan boshqa iboratlar bilan javob bergan. Demak, ulamolar bu hadislar orasidagi tushunchani bog'lashda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'ralgan so'g'ichiniki ahvoliga, sharoitiga qarab berilgan javob deb shu yakunni chiqargan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.